Uyni isitish muammo emas, issiqlikni ushlab qolish muammo. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun bizni Andijonda -2 gradus, даже -3 gradus sovuq bo'ldi. Hozirda +2 gradus ko'rsatmoqda pogodamiz. Hozir uyning ichkarisidagi gradusni ko'ramiz. Necha gradus farq qilyapti. Lekin bugun ancha sovuq, kurtkadamiz. Uyimiz ichkarisi anchagina iliq. Bu uylarimiz Pinaplex solinib, to'pli pol qilinsa, yana ham issiqligi yana ham ortadi. Mana bu joyga ilgandik. Xo'p, sizlarga ko'rsataman. 14-15 gradus ekan. 15 gradus, +15 gradus. Kechasi ham +15 gradus bo'lgan. Tashqarisi bugun -0 gradusdan ham tushib ketdi. Undan keyin 15 gradus farq qilyapti ekan. Agar bu uyda, misol uchun, pastlari hozir beton bo'yicha turibdi, cho'nov istashgan. Mana shu joyga Pinaplex solinib, andelkalar bo'lib odam yashasa, anchagina issiq bo'ladi. Asha meni maqsadim Yevropalarda juda ko'p joylarda minus temperatura, даже -5 gradusgacha uyni ataplenasini yoqishmaydi. Maqsad shu, erta bahor yoki kuzlarda uyni shunaqa ataplenasiz uyni isitish. Qishning kunida ham ko'proq issiqlikni ushlab qolish. Bizda O'zbekiston sharoitida uyni isitish muammo emas, issiqlikni ushlab qolish muammo. Kimga shunaqa uylar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqinglar, qurib beramiz. Sog' bo'linglar.